Yurtimizda yosh avlodni vatanparvarlik, jasorat va intizom ruhida tarbiyalashga qaratilgan ishlar tobora yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Shu maqsadda Andijon viloyatida jasorat maktablari direktorlari va chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani rahbarlari uchun respublika seminari tashkil etildi. 3 kun davom etgan mazkur tadbir nafaqat tajriba almashish, balki harbiy vatanparvarlik ta'limi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Andijon shahrining yoshlar markazida bo'lib o'tgan tantanali ochilish marosimida mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan 208 nafar jasorat maktabi direktorlari va 416 nafar chaqiriqqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilari ishtirok etdilar. Seminarda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri o'rinbosari hamda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bo'lim boshlig'i ishtirok etdilar. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan yaratilgan jasorat maktablaridagi o'quv faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha barcha tavsiyalarni oldik. Albatta yaratilgan sharoitlardan xursandmiz va bugungi seminarda o'rganilgan tavsiyalarni o'zimizni hududga borib ham o'rganib, o'rgatib joriy etishga tayyormiz. Tadbirning ikkinchi qismida ishtirokchilar uchun amaliy sayohatlar uyushtirildi. Mehmonlar Asaka tumanidagi 25-davlat ixtisoslashgan maktab internatida hamda Buloqboshi tumanidagi 2-maktab, shuningdek Andijon shahridagi 13 va 31 umumta'lim maktablarida bo'ldilar. Bu yerda ishtirokchilar yoshlarda harbiy intizom va vatanparvarlik ruhini shakllantirish bo'yicha yo'lga qo'yilgan ilg'or tajribalar bilan tanishdilar. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, Andijon tajribasini joriy etish bo'yicha respublika amaliy uslubiy seminarining Andijon viloyatidan boshlanishi ham Andijondagi ta'limga qaratilgan e'tiborni bir samarasi deb bilishimiz mumkin, amaliy natijalarini ko'rsatishimiz mumkin. Va mana bugun mana shu amaliy seminar doirasida Andijon shahridagi viloyatga namuna bo'lib ulgurgan 13-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bo'lib o'tmoqda va bu yerga kelgan respublikamizning barcha viloyatlaridan kelgan mehmonlarimiz hamda direktor, ustozlarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan bilim ko'nikmalarini olishyapti deb o'ylaymiz. Seminar doirasida jasorat uchqunlari harbiy sport musobaqalariga ham rasman start berildi. Shu bilan birga vatan tayanchi bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik harakati a'zolarining tantanali va'da berish marosimi ham bo'lib o'tdi. Tantanali marosimdan so'ng seminar ishtirokchilari viloyat rahbari hamda vazir o'rinbosari hamrohligida Bobur shahrida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdilar. Shuningdek, tadbir doirasida Yashil makon umumxalq tashabbusi asosida seminar qatnashchilari manzarali daraxtlar ekib, ekologiya sofligi va shahar go'zalligi uchun o'z hissalarini qo'shdilar. Yangi Andijon Bobur shaharchasida ham ular uchun ko'rgazmali vatan tayanchi otryadlariga qabul qilish, ularni tantanali va'da berish marosimlarini o'tkazish tartibi bo'yicha ko'rgazmali mashg'ulotlar tashkillashtirilyapti. Eng bir alohida ahamiyat kasb etadigan tomonlardan biri bugun Andijon garnizonida joylashgan harbiy qismda maktab direktorlari va CHQBT rahbarlari harbiy qismda joylashtirildi. Buni ham o'ziga xos bir maqsadimiz bor, manfaatimiz bor, chunki mana shu harbiylar nafas olgan, harbiylar xizmat qilayotgan joyda ustozlar kirib o'z ko'zlari bilan ko'rib, qisqa muddatda bo'lsa-da bir kunini harbiy qismda o'tkazib, mana 2 kun shu yerda yotishadi, bir kunini to'liq o'sha o'quv jarayoni bilan tanishtirish, harbiy sohani bugungi kundagi Mudofaa vazirligi, nafaqat Mudofaa vazirligi, balki qurolli kuchlarda amalga oshirilayotgan islohotlarni, oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan yaratib berilgan sharoitlarni, bugungi kunda askarlari va harbiylarini qanday ekanliklarini o'z ko'zlari bilan ko'radi. Bu ham bir ularda boshqacha bir hissiyot bilan ta'lim sohasida, maktabda bo'lajak chaqiriluvchilarni tayyorlashdagi mas'uliyatini oshiradi degan maqsadda mana shunday tartibda tashkillashtirildi. Respublika miqyosida o'tkazilayotgan mazkur seminar yoshlarni vatan himoyasi, intizom va jasorat singari oliy fazilatlarga chorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yoshlar ongida vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usini yanada mustahkamlaydi. Dilfuz Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan.